Mana navbatdagi lo'g'ish apparatimizni egalari kelishdi. Damaslarga o'tib berdik. Mana bu 6 talik. Razmerlar kelsa 28 ga 38, podyomi 8,5. Akamiz o'zi ko'pincha 19 qilar edik. Endi buyurtmachi asosida 8,5 qildik buni. Ichi qalin energetika bilan jihozlangan. Kraska qilishdan oldin har doimgidek biz bunaqa mo'y tutamiz, чтобы bunaqadan kraska energetikaga yopishib qolmasligi uchun. Buni artib ishlatilaveradi. Buni ertadan kechgacha agar 2 kishi g'isht qo'ygan taqdirda 2,5 minutadan 3 minutagacha bemalol g'isht qo'ysa bo'ladi. Bunda kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. YouTube, Instagram, Telegram kanalimiz bor. Mana Metal Master Jasur. Nomerimiz 97 141 89 99. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shaxsab tumani. Bu apparatimiz Qashqadaryo viloyati Qamashi tumaniga, sentrga ketyapti. Mana akamiz olib ketishyapti. Mana hozir dastlabki qilib o'zlari yasab taxlab, Damaslarga o'tib berdik. Aka o'qitdi. Rahmat. Sababining shu qozlar kelsa kelaveringizlar. Ish qilib didimdagidek mustahkam chiroyli yasalgan. Siz aytgandek sariq kraska o'zi sariq kraska qilib berdik. Sariq kraska dedim. Sariq baribir chiroyliroq ko'rinadi, sariqqa bo'yatdik. Yana kerak bo'lsa aytaverasizlar. Nasib qilgan. Agar bundan g'isht qo'yib o'sbit qilolmay qolsak, yana buyurtma qilamiz. 2 ta, 3 ta degandek bu biznes boshlanishi. Nasib sizning baraka toping, siz ham baraka toping. Yaxshi kunlar ishlating, albatta. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.